Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Akala ukalar, parvozlar, ishqibozlar. Hammalarga assalomu alaykum. Tonginglar xayrli bo'lsin. Xo'sh, men bugun ertalabda hozir video qilib qo'yay deb video qilyapman. Xo'sh. Eng ko'p bo'layotgan murojaatlarga qaraganda ko'plarda shamollash juda ko'p bo'lyapti. Juda ko'p shamollash bo'lyapti. O'shanga shamollashni qanaqa qilib tuzatish kerakligini men bugun aytib o'taman sizlarga. Xo'sh, mana shunda oliy naryoqda ikkita tovuq cho'milyapti. Hozir olsam videoga tushib qolsa blok qilib qo'yadi anaqa. Masliga dorilarni olib chiqib ko'rsatib qo'ya qolay. Hozir 1 sekund. Xo'sh, mana masliga bugun ko'rsatib o'tadigan dorilarim har doimgidek mana bu dori. Yodlab olinglar, yozib olinglar. Mana shu azitronid degan dori. Buni qulog'idan yarim gram, bu qulog'iga yarim gram, narigi qulog'iga urasizlar. Insulin va shpritsda azitronid. Keyin to'shidan uriladigan mana bu. Streptomycin. Buni 1 gramdan to'shiga urasizlar. Ertalab kechqurun. Yaxshi dori. Keyin og'ziga sepadigan parashokinglar. Og'ziga sepadigan parashokinglar mana. Makralam. Keyin daksin deyman, daksin, mana daksin. Originalni olinglar har doim. Mana daksin 200. Buni og'zidan sep qo'yasizlar. Xullas men aytmoqchi bo'layotgan narsam masala akalar ukalar. Keyin ko'pchilik xo'rozni narxini aytib o'tmabsiz, deyapsizlar. $150 boshlanadi, $400 bo'lgan tovuqlarimiz bor. Xo'p, ana ikkitasini turg'izib yuboring Bilol. Turg'izib yubor. Videoga tushsin. Turg'izib yubor. Mana bu yoqqa olib kelib qo'ying. Qo'yib qo'y. Ancha bo'ldi, hovliga chiqmaganiga bularni. O'shanga. Qo'shib chiqani. Mana bu yerda tovuq bor. Tovuqlar bor. Ancha bo'ldi hovliga chiqmaganiga, hozir hovliga chiqqaniga. Mana bu ana zilzilani qizi bo'ladi, primoy. Zilzila xo'roz bor, o'shani qizi bo'ladi. Bu tulli tovuq. Tullab chiqdi uji bu, tullovdan chiqdi. Zilzilani qizi ana tanachi ko'rdan chiqqan. Xullas, men xo'rozlarni ko'rsatib o'tib qo'ya qolay. Keyin yana bir narsa, suvini yonida qoldirmanglar. Ko'pchilik xato qilyapti, yonida suv qoldirib, mana men hozir ertalabda suv berdim. 10 minut, 15 minut turdi, to'kib tashadim. Bo'ldi. Yonida suv turmaydi. Yonida suv qoldimi, kechqurunga emas, 2 soatdan keyin suv muzlashni boshlaydi. Muzlashma sovishni boshlaydi, zax bo'ladi, keyin sirazi shamollashni boshlaydi. O'shanga ehtiyot bo'linglar, shamollatib qo'yib keyin. Endi shamollatib qo'yinglarmi, lecheniyasini qilinglar. Bo'lmasa o'ladi, o'pkasiga o'tib ketadi, xir bo'lib o'lib ketadi. $150lik mana bu jo'ja. Mana bu jo'ja mana bu kechki jo'ja xo'roz bo'lib uyg'onib olgan bu. Mana shu $150. Bo'ldi, tepaga qarab ketaveradi. Men bilan tanachilar. Katta bo'lib 5 kilodan o'tadigan xo'rozlar bular. Bular $300. Hasan Husanlar bular. $300 bular. Mana xo'rozlar, mana ochib. Don tashlab yuboringlar ozgina. Mana don yo'q. Men ozgina beraman mana. Mana bu ham 300, mana bu. Tullay bor. 300 bu ham. Piqcha. Dumlari qoldi mana, dumi kelyapti mana, dumi. 300 bu. Hozir bu yerda kim bu yerda? Bu yerda o'zimni kalaysim. Bu yerda 400 liklar mana men bilan 400 men bilan. Bu 400 bu. Endi yo'lida qilib kelishtirib beraman. Xo'roz zo'r.
bekorchisi bor. Oyog'ini ko'rdi. Birinchi cho'qishiga slishim qattiq urishyapti bu. Zo'r narsa. Keyin bu karaya bo'lsa mana ham bor mana 400 dan. Mana. Yapon bu. 400 bu. Keyin ko'plar aytayapti, armaturani ko'rsating. Mana armatura. Mana armatura. O bo'ynidagi parlari qoldi, dumi qoldi. Keyin ko'pchilik tovuq patini yeyapti, bo'ynidagi deyapti, yo'q, bo'ynidagi patini yemayapti. Bo'ynidagi endi chiqyapti, sekin-sekin. Bu yerdan videoda ko'rinmayapti, atak chiqyapti sekin-sekin. Xudo xolasa. Xo'roz zotiga bitta men qiziqmayman. Uyda qiziqadiganlar bor, mana menga qiziqadi. Naynov. Menga ham bor pakana. Bu ham qiziqadi. Bu ham qiziqadi. Bular meni jiyanlarim bo'ladi, amakisining ketidan ketyapti bular. Hoppa, anta ishkal bo'lyapti. Urishyaptimi-da? Yo, o'vanlar urishyapti. Xullas mana tovuqlar. Bu figuralari g'alati tovuq ekan mana bor. Xullas shunaqa gaplar, keluvchilar kichkinagina rolik qilib qo'ying deb video qilyapman. Shamollashni oldini olinglar, ehtiyot bo'linglar. Tovuq xorozligiga ehtiyot bo'linglar, keluvchilar. Foydam teggan bo'lsa xursandman. Meni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun podpiska bosib qo'ysanglar, mana shunaqa yaxshi maslahatlarni berib turishga harakat qilaman. Sog'likda, omonlikda ko'rishguncha.